Bu 4 kubalik karmikserimizni mini beton zavod desak adashmagan bo'lamiz. Aniq bu texnikani siz anchadan beri xarid qilmoqchi bo'lib yuribsiz. Chunki uning 4 ta balonining birdaniga tortib yo'l tanlamasligi hamda orqa balonlarning o'ngga yoki chapga burilishi tor ko'chalarda, mahallalarda yoki qurilish fermalarida yaxshigina harakatlanishiga imkoniyat beradi. Bu esa sizga katta qulayliklarni keltiradi. Bu karmikserimizning texnik xususiyatlariga to'xtaladigan bo'lsak, 4 kubadan iborat, ya'ni har 15 daqiqada 4 kuba beton qoriydi. Bu degani soatiga 16 kub betonni tayyorlab beradi. Undan tashqari bu nasos orqali siz 850 litrlik suv bachogiga bemalol suvlarni tortib olasiz. Undan tashqari texnikamiz senter smaskasi orqali umumiy moylash xususiyatiga ega, o'zini o'zi avtomatik tarzda. Endi texnikamizning motor qismiga to'xtaladigan bo'lsak, bu 4 kubalik karmikserimizda UC motor qo'llanilgan va motori 91 kilovatni tashkil etadi. Agar uni ot kuchiga aylantiradigan bo'lsak, 125 ot kuchiga teng degani. Endi bu texnikamiz hech qanaqa dizel tanlamaydi. Undan tashqari siz soatiga 6-7 litr juda ham kam miqdorda dizel sarflaysiz. Bu yerda texnikamizning karcher qismi o'rnatilgan, ya'ni bu orqali siz ish yakunlangandan so'ng texnikani o'zini bemalol karcher yordamida yuvib olishingiz mumkin. Undan tashqari ko'rganingizdek kovush qismimizga, ya'ni qum yoki shag'alni ortganingizda beton bachogiga tushayotganda bu yerda vibratorimiz o'rnatilgan. Vibrator yordamida esa bu yerda hech qanaqa o'ziga qum yoki shag'alni ushlab qolmaydi. Tepada turgan qismi esa bu betonni o'sha bochkani ichiga solib, kovush yordamida ko'tarib olib, ya'ni bachokka solasiz. Bu esa sizga yana ham qulayliklarni keltirib beradi. Texnikamiz ikkita yon qismi, orqa hamda bachok ichini ko'rsatuvchi zamonaviy kameralar bilan jihozlangan. Undan tashqari texnikamizni qorong'u tushganda ham bemalol ishlatishingiz mumkin, chunki bu texnikamiz zamonaviy yoritish chiroqlari bilan jihozlangan. Beton bachogimiz esa kabina qismi orqali o'ngga qarab buriladi. Siz bu texnikamizni, undan tashqari bu yerda texnikamizning gidravlik moyini sovutib berish uchun ham konditsioner qismi o'rnatilgan. Bu salon konditsioneridan alohida tarzda. Kabina qismi qulayliklari esa aniq sizni hayratga soladi. Chunki bu yerda mana bu monitorimiz orqali 4 ta tomonni ham kameralar yordamida kuzatishingiz mumkin. Undan tashqari bu yerda joylashgan rechak orqali siz kabinamiz bachogini o'ngga qarab yoki joyiga qaytarib olishingiz mumkin. Bu yerda turgan tarozi esa sizga qanaqa beton qorishingizni, markasini yoki necha kub qorayotganligingizni avtomatik tarzda ko'rsatib turadi. Hamda magnitofon, bu yerda gidravlik rol va bu yerda esa boshqaruv knopkalari joylashgan. Aytgancha, bu texnikamizni sovutish hamda isitish xususiyatiga ega, ya'ni yozda bemalol konditsionerini qo'shish orqali siz buni sovutishingiz, qishning sovuq kunlarida esa kabina qismini isitishingiz mumkin. Bu yerda ventilyatsiyasi joylashgan hamda hozir sizga yana bitta qulayligini ko'rsataman. Siz bu oynalarni nafaqat qish kunlarida yopib qo'yishingiz, balki yoz kunlarida esa havo aylanishi uchun ochib qo'yishingiz ham mumkin bo'ladi. Bu yerdan esa bemalol bu oynalarni boshqarsangiz bo'ladi. Texnikamizni kalit yordamida qo'shganingizdan so'ng sizga yana ham qulaylik sifatida bu yerda o'chirish rechagi joylashgan, ya'ni bu qulaylikni beradi. Bu rechagimiz orqali siz kovush qismini tepaga, pastga ko'tarishingiz va vibrator qismini ishlatishingiz mumkin. Bu rechagimiz orqali siz beton qorayotganda beton bachogimizni yana ham tezlashtirib qorishingiz mumkin. Bu rechagimiz esa texnikamizning bachog qismini aylantirib berishga mo'ljallangan. Bu 4 kubalik karmikserimizni hamma joydan ham topavermaysiz. Sababi bu karmikserimiz zavoddan maxsus buyurtma asosida yasaladi. Hozirda bu karmikserimiz Grand Track kompaniyasining buyurtmasi asosida yasalib, Grand Track kompaniyasining ofisini oldiga kelgan va sotuvda tayyor. Agar siz shu karmikserni qidirib yurgan bo'lsangiz, quyidagi nomerlarga telefon qiling yoki Grand Track kompaniyasining bosh ofisiga tashrif buyuring.